Allohimga nima deb aytardim? Har doim bilasizmi? Ey Allohim derdim. Onam, otam, men bilan ishi yo'q. Ularga keragim ham yo'q. Faqat Robbim senga kerakman derdim-da. Haqiqatan ham ularga bir tiyinlik meni qizig'im yo'q. Chunki menga mehr qo'yishmagan. Deyishadi, lekin menga mehr qo'yishmagan. Bittasi xotinim deb ketgan, bittasi erim deb ketgan. Farzandi uchun bir harakat yo'q-da. Achinib o'zim xo'rligim kelib ketyapti.